Biz aldıq qadımqa dərslərimizdə hədis mərdudunki haqida davam qılıb, hədis mərdudunki türləri, yəni bunun mərdud buluşuğa səbəb bo'lib qolgan səbəblər haqida to'xtalib kelgan. Endi bundan asosli bo'lgan hadisning mərdud bo'lishiga bo'lgan asosli nuqta sabab ikkiga qarilib biri Saqtun fil isnad, yani birisi ta'nun fil ravi. Biri ravideki ta'ni bo'lsa, ayıplanish bo'lsa, yana birisi isnaddagi uzuklik, isnaddagi ravilar zanjiridagi ravilarninki tushib qilishi deganni so'zlab o'tgan. Endi bu tushib qilishni biz oshkora bo'lgan, saqti zohir bo'lgan nuqtasi, yana birisi saqti xafiy, ya'ni yushrum bo'lgan uzilib qilish yoki isnatdagi raviyning tushib qilishi degan ikki nuqtaga ayirdik. Undan keyin bu saqti zohirdan to'rt turli hadisninki, ya'ni zohiri bo'lgan raviylardagi uzuklikninki sababidan to'rt turli hadisning mavjud bo'lganligi. Bularninki bo'lsa muallaq, mursal, mu'zal, munqati' iborat bu to'rt turli hadis saqti zohir tufaylidan zayd bo'lgan hadislar qatoriga kiradi deganni biz oldin qatim necha qatim buni takrorladik. Yana birisi bu saqti xafiy. Yani saqti xafiy sababidan, yani bu qaramoqqa isnad muttasildek raviylar hammasi o'zining ustidagi shayxidan hadisni muboshara bevosita shaklda olgandagidek ko'rinsimi, ammo isnadninki aslida ma'lum bir uzilib qilish yoki raviyning tushib qilishi bo'lgan bir turli hadislar bor. Buni umumiy jihatdan saqti xafiy deb atagan ulamolarimiz. Yani bu sebep bilen ikki turli hadisning zaif bo'lganligi, ya'ni mavjud bo'lganligi, bularning bo'lsa mudallas, ya'ni birisi mursal xafiy ekanligini tushunib o'tdik. Biz oldin qatimda mudallas bilan mursal xafiyni tunishtirdik. Endi mudallas bilan mursal xafiyninki her ikkilisininki o'rtaq nuqtasi nima? Tunudik o'rtaq nuqtasi bo'lsa, bir anlamagan bir shayxdan shuni anlaganlikni vahmlandiradigan ehtimollik siyg'alarni ishlatib turib hadis rivoyat qilish bularninki o'rtaq bo'lgan nuqtasi. Ammo mudallas bilan bu mursal xafiyning ayrilgan nuqtasi shu desa, mudallas bo'lsa o'zi tadlis qilgan shayxi bilan shayxidan musha tadlis qilgan hadisdan boshqa nurg'unlagan hadislarni olgan bo'lganligi. Ammo mursal xafiy shu desa, mursal xafiyninki bunun hadisni olmagan, hatto boshqa hadislarni asla olmagan, faqat ularninki shu shayx bilan davrdash bo'lganligidan boshqa qanday bir aloqasi yo'q ekanligini biz nima qilib so'zlab o'tgan. Endi biz tadlisninki haqidagi bayonlarimiz hem mursal xafiy bayonlarimizda bular ishlatiladigan o'rtaq bo'lgan bir siyg'alar bor edi. Endi bu siyg'alar desa, ehtimollik siyg'alar, masalan, an degan lafzi yoki anna degan lafzi mushundoq bir aloqa muttasillikmi, muttasil emaslikmi dalolat qiladigan ehtimollik siyg'alar. Endi biz mush ehtimollik siyg'asi degan mush nuqtaga kirgan vaqtimizda, undan keyin mush siyg'alarninki mush siyg'alarni agar tadlis qiluvchi bo'lgan raviylardan boshqa raviylar ishlatsa, buni hukmi qanday bo'ldi? Agar normalda bizga hadislarning isnodida mushundaq siyg'alar uchrab qolsa, buni qanday muomala qilamiz? Yana bu hadislar, yani bu xil sanatning ismiga ulamolarimiz ayrim bir nom qo'ygan. U bo'lsa qasim mu'an'an, yani birisi mu'an'an. Yani mu'an'an degan nima bo'lsa, mu'an'an degan isnodda mushundaq siyg'alar ichida şu siyg'il ada, yani ada siyg'ilari bo'lgan siyg'a nima an degan lafz ishlatilgan bo'lsa, masalan raviylar masalan an pulan degan shundaq bir qurilmada shundaq bir turda siyg'a kelgan bo'lsa, buni biz mu'an'an hadis deymiz. Demak, raviy bilan raviyni bog'laydigan, ya'ni bir raviyni uning shayxi bilan bog'laydigan ada siyg'asi an degan lafzi nima qilgan bo'lsa, ishlatilgan bo'lsa, buni biz hadisi mu'an'an deymiz. Yana birisi şu desa, mu'an'an degan hadis. Yani mu'an'an degan nima desa, isnatda, yani siyg'il ada'da shayx bilan o'zining ravisi orasidagi bo'lgan bog'lovchi siyg'a o'nin bo'lgan bo'lsa, annahu degan lafz, masalan, annahu qal, annahu falan deganda, mushadagi annahu degan lafzlarni ishlatgan bo'lsa, mush annahu degan lafzlarni ishlatilgan siyg'alar
yoki an fulan degan bunday al lafzlarni ishlatgan siyg'alar bular muttasil isnad hisoblanadi yoki munqati isnad hisoblanadi. Demakki shu sami'tu deb falon oldim desa buningki muttasilligida gap yo'q. Haddasana yoki sami'na yoki sami'tu deganda ittisolga dalolat qiladigan bevosita anglaganlikni ko'rsatadigan lafzlarni ishlatgan bo'lsa, buning muttasilligida gap yo'q. Ammo u siyg'a, buningki siyg'asi nima bo'lib qolsa, agar bu siyg'a agar ehtimolli siyg'a bo'lib qolsa, masalan, an degan lafzlarni ishlatgan bo'lsa yoki annahu degan lafz kelgan bo'lsa isnodda, bu xil shakldagi isnodlar muttasil isnod hisoblanadi yoki munqati hisoblanadi degan javhariy nuqtada ulamolar orasida ma'lum talashlar bo'lgan. Demak, endi mushunda yana muttasil bo'lamdi yoki munqati bo'lamdi deganga bo'lgan ixtilof bu hadisninki maqbul bo'lamdi, mardud bo'lamdi degan gap bor edi. Nima uchun? Agar muan'an yoki hadis muan'an har ikkilasi hadisning bo'lib qolsa va tigidan muttasil bo'lmay qolib qolsa, munqati bo'lib qolsa, ya'ni munqati deb qaralsa, masalan, ma'lum muhaddislarda bunda deyilgan qarashlar bor. Mushunda deyilgan bo'lsa, undaqda hadis muan'an har ikkilasi mudurva mardud hadislarning qatoridan buning sababi isnodniki mudurva inqito yana saqtun fir rawi, saqtur rawi. Endi demakki, bu sherdagi agar bu muan'an hadislarni yoki an degan siyg'alarni agar biz nima deb qarasak, buni muttasillikqa dalolat qiladigan, ittisol sanadga dalolat qiladigan, ittisollikni bevosita anglaganlikqa dalolat qiladigan lafzlar deb qaraganimizda bu isnod muttasil deb qaralsa, bunda bu hadis yana bizningki qolgan shartlarni to'ldirgan bo'lsa, maqbul qatoriga kiradi. Demakki, bu hadisninki muan'an bilan muan'an orasini, hadis muan'an bilan muan'anni buni yana nimalardan ma'lum qarashlar bo'yicha hadis mardudning qatoriga tiqqan chog'da saqtun fil isnod sababi bilan tiqish. Yoki buni maqbul qatorida ko'rish, bu orasida ulamolar orasida ma'lum qarashlar bo'lganligi uchun shunga bu ishkinimi saqtun fil isnod sababidan mavjud bo'lgan hadislarning oxirida to'liqlama qilib keltirib qo'ydi. Hadislar babida, hadislar kitoblarida buni keltirib qo'ydi. Buni tushunishimiz kerak. Unda da bizningki oldingi darsimizdan so'zlab kelgan nuqtamiz hadis muan'an. Hadis muan'an bizning kitobning ichiga bo'yi kelsak, hadis muan'an bayzu so'zlab o'tganimizdek, hadis muan'an shu siyg'alarda an fulan, ya'ni paloni pustandan kelgan, ya'ni pustandan rivoyat qilganda bu an siyg'asi bilan istilgan isnodlarni ko'rsatdi. Demak, endi tamhid miyada bir musovakan tamhid muqaddimasi. Kaza endi mardudninki, ya uningki mardudlikning sababi isnoddagi saqti, isnoddagi tushib qilish, raviylardagi uzilib qilish bo'lgan 6 dona mardud hadisning turlari tugab bo'lgandan keyin, ya'ni saqt zohirdan 4, saqt xafiydan 2, jami 6 turni biz so'zlab bo'ldik. Muhit tugagandan keyin hadis muan'an, ya'ni biz hozir so'zlamoqchi bo'lgan hadis muan'an va muan'an. Endi mush hadis muan'an ikkisi bu ikkisining hukmi haqida bu nima? Bu munqati'ning turimi yoki muttasilning turimi deb ixtilof qiluvchi bo'lg'achqa, muhinin uchun men deydi ustoz, muhinin uchun hadis muan'an va hadis muan'an bo'lgan bu ikkisini yana mardudning turlari qatoriga, isnoddagi saqti sababidan mardudning turlari qatoriga qo'shib keltirishni, ilhoq, ya'ni qo'shib keltirishni munosib ko'rdim deydi. Demak, bu yerdagi muan'anni yoki muan'anni bir bo'lib mardud hadislar qatori sanag'uvchilarningki sababi nima ish mardud bo'lsa, saqtun fil isnad, ya'ni ittisol sanad yo'q buningda deganligi bo'lganligi uchun mushu ittisol sanad yo'q sababidan mardud bo'lgan hadislarning oxirida qo'shim chiqib buni keltirdim demoqchi. Unda da bu hadis muan'an degan nima? Muan'an degan nima desa, u muan'an degan ya'ni an'anadan chiqqan ism maf'ul. Ya'ni lug'atda an'anadan chiqqan ism maf'ul. Nima degan ma'noda? An degan, ya'ni ma'no qala an degan, ya'ni an dedi, ya'ni an dedi degan bu so'zdan an'ana yana so'zdagi an degan so'zni ishlatdi yoki an dedi degan mushundan chiqqan, mush fe'ldan kelgan ism maf'ul hisoblanadi. Va islohda nima desa, islohda bu muan'an hadis muan'an yoki
biz qanday tushunamiz? Hadis muan'anni silahda bir ravininki fulanun an fulanin yoki fulan an fulan deb davomlashgan bo'lsin yoki davomlashmay bir yerda bir ravi bilan u ravining sheyxining orasidagi ada siyg'isi ya'ni bog'lovchi bo'lgan siyg'ani bo'lsin va an degan lafz ishlatilgan bo'lsa bu isnod ashadda nima qilinadi muan hisoblanadi. Ya'ni muan hisoblanadi. Demak, mushundaq bir ravininki fulan an fulan degan mushsizning o'zini, ya'ni mushundaq siyg'ada kelgan isnodlarni biz islohda muan bo'lgan isnodlar deymiz. Mesela misali rivoyat qildi Ibn Majah dediki, mesela haddasana Osman ibn Abi Shaybah. Haddasana mutlaqan siyg'alar bor. Ayrim ko'rmaskin siyag'ul ada va tahammul deb ayrim siyg'alar bor. Ya'ni shu siyg'alarni tushuntirgan chog'imizda qaysi xil siyg'a muttasil ekanligi, ya'ni mubashiratan anglaganlikda qildi. Qaysi siyg'a mubashiratan anglaganlikda qilinmaydi. Buni biz ko'ramiz. Endi haddasana degan lafzi bu bevosita angladim degan gap. Haddasana Ibn Majahning so'zi men bevosita Osman ibn Abi Shaybahdan angladim degan ko'zda. Haddasana degan siyg'a. Buni gap yo'q. Deydiki o sana haddasana qildirmasa Muaviyah ibn Hisham. Yani o deydiki haddasana. Yani o bevosita angladı kimdan? Sufyandan. Demak bu yerda bu muttasil. Ammo buni keyin qarasak deydiki an Usama ibn Zayd, an Osman ibn Urva, an Urva an Aisha. Demak bu yerdagi an, ya'ni Sufyandan keyindagi Sufyan bilan Usama ibn Zaydning orasidagi an. Bundan keyin Usama ibn Zayd bilan Osman ibn Urvaning orasidagi an. Yani Osman ibn Urva bilan yana Urva bilan Aisha orasida bo'lgan alla yana bizningki mushu muan'an degan nuqtamizda izlanadigan nuqta shu. Demak, bu yerdagi an nima muttasilmi yoki muttasil emasmi deb. Dediki qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam innalloha va malaikatahu yusalluna ala mayaminus sufur. Demak, bu yerdagi an Urva an Aisha masalan oxir qarasak, mushu Urva Aishadan bevosita mushu hadisni anglaganmi? Ya'ni an degan siyg'a. Agar Urvaning keyinda Urva sami'tu Aishata yoki sami'tu ya'ni haddasana Aisha deb kelgan bo'lsa, masalan, buni masala yo'qdi. Ammo bu yerda an degan lafzi kelgandan keyin mushu an degan lafzi ishlatilgan bo'lsa, Urva Aishadan bevosita bu hadisni anglaganmi yoki vasliq shaklida anglab vasliq qolganmi? Endi bu yana an degan siyg'a bevosita holda mubashiratan o'zining shayxini anglaganlikqa da'vat qilgan jazmiy siyg'alar emas. Ya'ni ehtimolli siyg'alar. Shunda bo'lg'achqa ulamolar orasida bu munqati'mi yoki munqati emasmi deganda ixtilof qoldi. Unda biz hadis muan'anni tushungan bo'lsak, hadis muan'an shunda bo'lgan bo'lsa, bu muttasilning qatoriga kiramdi. Ya'ni muttasilning qatoriga kiramdi desak, agar muttasil bo'lsa bu hadisni an ishilgan siyg'alarni muttasil deb qarasak, bu hadis, ya'ni bu xil sanad boshqa sahihlikning, maqbullikning shartlarini to'liq qilgan bo'lsa, bu nima bo'ldi? Hadis maqbul hadis bo'lgan bo'ldi. Agar buni munqati deb qarasak, boshqa qolgan nimaningki hadis maqbulning shartlarini to'liqlagan bo'lsa-mu, lekin bu yerda an degan siyg'a chiqib qolganlik sababidan bo'lmaydi va u hadis maqbul bo'lmaydi. Demak, endi bu yerdagi biz bu yerda degan gap bu muttasilmi? Ya'ni o'sha an degan siyg'alar bilan kelgan istilom muttasil deb qaralamdi yoki munqati deb qaralamdi. Ulamolarimiz bu haqda ikki xil qarashga xilof qilgan. Birinchi qarash deyilibdiki, u munqati hatto uning muttasil ekanligi isbotlangan qadar deydi. Buna bir biliklarni qarash. Bu an degan siyg'alar kelgan bo'lsa, an hadis muan'an bu muttasil emas, ya'ni munqati, ya'ni maqbul emas, ya'ni mavrud qatoriga kiradi. Qachoniki uning muttasil ekanligi boshqa bir tekshirish yoki boshqa isnodlarni boshqa yerdan ulash orqali buning muttasilligi namoyon bo'lgan qadar. Ya'ni boshqa bir yerda an degan siyg'ani ishlatmay, masalan sami'tu yoki haddasana degandek siyg'ani ishlatdi yoki boshqa bir yo'ldan boshqa bir muttasil bo'lgan bir isnod bilan yana kelmaganligi bo'lsa, bu an degan siyg'a bilan kelgan har qanday isnodni biz munqati deb qaraymiz, ya'ni muttasil deb qaramaymiz. Bu yerda uningki isnodi muttasil bo'lmaydi deb. Unda da bu xil qarashningki buningki bizning hadis ilmidagi yoki hadis sohasidagi realligiga yoki amaliyotga qarasak, buni oz sondagi yana kishilarning qarashi. Ammo eng to'g'ri qarash va sahihul lazi alayhil amal degani yana
usul ulamalarımız, usul hadis ulamalarımız, yani muhaddislerimiz onun amel qilib kelgan eng to'g'ri qarash shundan iboratki, bu qarashlarni ham hadis ashabul hadis, yani hadischilar, muhaddislarimiz ve fiqh ve usul egalari uni degan qarash shuki, qasi annahu muttasilun bi shurut. Bu mu'an'an siyg'la. Mu'an'an siyg'la, yani an degan lafzlar ishilgan bu xil isnodlar muttasildir, ammo muttasil bo'lishininki bir qancha bi shurut. Adam şeyde bir şurut degan yani ko'rganchig'imizda biz haliqi nimaga qaytsak bo'ldi? Haliqi mudallis ravininki hadisi, yani tadlis qilgan bu hadis bu mardudligida gap yo'q. Boshqa hadislari nima bo'lamdi? Mardudlamdi bo'lmam degan chog'da mishada bir azaq bir asl o'tgan. Nima? Bu ravininki jazmi siyg'alarni ishlatgan bo'lsa, bevosita ittisolga dalolat qiladigan jazmi siyg'alarni ishlatgan siyg'asi nimadir u? Bu maqbuldir. Agar ehtimolliq an siyg'alarni ishlatgan bo'lsa, bu nima emas va mardud emas degan-ku. Endi biz bu ishni eslasak, bu yerdagi mashalarni taqmasdan tushunaymiz. Endi bu shartlardan bir qancha shartlar, bu shartlardan eng muhim bo'lgan ikki shartga bular ittifoq keldi. Birinchisi, qolgan o ikki shartdan boshqa shartlarga xilof qilgan. Birinchi o shartlar qarshi ular ittifoq qilgan, ya'ni chuqur bo'lish qitilishlik. Yana bu sherdagi bir qanchalig'an asosiy ikki shart bor, asosiy ikki shart. O ikki shartning birisi, bizning kitobda 5 qaysagina bo'ldi. Birinchisi, bu yerdagi mu'an'in qilgan ravi. Yani an degan siyg'ani ishlatgan ravi boshqa bir hadis urullar, yoki boshqa bir hadisni tadlis qilib boqmoq bo'lishi kerak. Demak, bu mudallis bo'lmas kerak. Asla. Buning hayotida bir qator mudallis qilganlik, ya'ni mudallis deganimiz an deganga o'xshash ehtimolli siyg'alarni ishlatib, anglamagan bir hadisni, bir şey anglaganlikni vahmlantiradigan bir siyg'alarni ishlatib turib, rivoyat qilgan bunda bir sifat bilan sifatlanib qolmagan bo'lishi kerak. Agar mudallis bo'lib qolgan bo'lsa, hayotda bir qator mudallis bo'lib qolgan bo'lsa bu ravi, buningki hayot bo'yicha ishlatgan butun an siyg'alari, ya'ni mu'an'an orqali rivoyat qilgan hadislarning hammasi bu muttasil bo'lmaydi demakki. Bu birinchi shart. Endi mushani bizningki shu 5-ki tadlisning babidagi so'zlagan darsimizdagi shu mazmunlarga chetib olsak, asan tushunamiz. Demak, bu shartlardan ikki shartlarga bir qancha shartlar ittifoq keldi. Uningdan qolgan ikki shartdan boshqa narsalarni, ya'ni boshqa qo'shimcha shartlarni qilishda ixtilof qildi. Ba'zilar uni qilgan, ba'zilar qilmagan, ba'zilar shu ikki shartlardan kifoyalangan, ba'zilar unga bir shart qildi, ba'zi. Demak, bu yerda shu ikki shartninki shart qilishda umumiy muhaddislar ittifoqdir. Ammo ular uningga cho'qim tepilishi kerak deb qaragan, o ikki dona shart u bo'lsa İmam Müslim'ninki mezhebi şu ikki shartdan kifoyalanishdir. Bunga üçüncü bir shartni, to'rtinchi shartni qo'ymagan. Demak, bir an siyg'asida, ya'ni mu'an'an bo'lgan hadisda mush ikki dona shart topilgan bo'lsa, cho'qimki bu hadis, ya'ni bu sanad yakunda muttasil sanad hisoblanadi demakchi. U ammo Buxoriyninki yakunda u boshqalarninki ma'lum mush ikki shartdan boshqa qo'shimcha shartlar bor. Endi bu ikki shart avval biz bilmoqchi bo'lsak, ikki shartninki birinchisi mu'an'in, ya'ni mush an degan siyg'ani ishlatgan kishi. An degan siyg'ani ishlatgan kishi nima bo'lmasi kerak va mudallis bo'lmasi kerak. Tadlis qiluvchi bo'lmagan bo'lishi kerak. Bu hadisni bir qatam tadlis qilgan bo'lsa, hayotida bir hadisni tadlis qilib solgan bo'lsa, buningdan keyingi ishlatgan butun mu'an'anlari shubhili bo'lib, ya'ni muttasil hisoblanmaydi. İkinci birisi ularninki u mutadlis bo'lmaslik bilan birga, mudallis bo'lmaslik bilan bu ravininki, bu ravi ularninki ba'zidan degani u ravininki shayx bilan, ya'ni har birininki o'sha ustidagi shayx bilan uchrashishi mumkin bo'lgan. Ya'ni masalan bir davrda yashagan, hamcha va ma'lum bir shaharda uchrashishi mumkin bo'lgan bir shaharda yashagan odamlar bo'lishi kerak. Masalan, mu'an'in bilan, ya'ni an degan siyg'ani ishlatib hadis rivoyat qiluvchi bo'lgan kishi bilan, ya'ni anhu, ya'ni uningdan an degan siyg'ani ishlatib turib hadis rivoyat qilgan kishi orasida uchrashish mumkinchiligi bo'lishi kerak. Agar bular uchrashish mumkinchiligi bo'lmagan bo'lsa, masalan ikkisi bir zaman yashamabdi. Masalan u shayx u ravi tug'ilishdan burun o'lib ketib qolgan shayx ekan. Yoki u ravi tug'ilgan bo'lsin, ammo taxabbuga kichik bolaligida u shayx o'lib ketib qoldi. Unda holatda bo'lgan bo'lsa, masalan, yakanda uchrashish mumkin emas. Ular ayrim bir nimalarda mamlakatlarda yashagan, bak masalan qadimgi zamonlarda biz Mag'ribda bularning bir yerga kelishiga javob, uning hayot misli musofasi qurbaviy va bundan chiqmaydigan, musoid bo'lmagan
mundaq bir muhitlarda yaşagan bo'lsam, bunimi ko'z ustimiz, bumi yana muttasil hisoblanmaydi demak. Yuqoridagi ikki shart, bu ikki shart bilan bizningki Sahih Muslimninki musannifi İmam Muslim rahimahullah mush ikki shart bilan kifoyalandi. Ham mush ikki shart bilan kifoyalangan undan boshqa nurg'unlagan muhaddislarimiz bor. Endi mush ikki shartni shartga bekitishda bütün muhaddislar ittifoq. Ammo bu ikki shartdan ziyoda, ma ikki shartdan qilib bunun ortiqcha shart qilgan, yana shart qilgan bu shartlarda ulamolarimizning qaysi shartlarni qilish orasida ma'lum ixtiloflar bor. Masalan, ammo ular mush yuqorqi ikki shartga ziyodadan, ya'ni ajrub ikki shartdan ziyoda uni shart qilishga ixtilof qilgan, shart qilish haqida ixtiloflashib qolgan o shartlarga qarasak, birinchisi subutul liqa. Ma'va Buxoriyning shart. Bunday subutul liqa degan biz yuqorida uchrashish mumkin bo'lgan bo'lishi. Masalan, ikkisi bir yurtda yo bir makonda yashagan yo bir davlatda yashagan demak, uni uchrashish mumkinligi bor. Demak, uchrashish mumkin bo'lgan bo'lsa, undan keyin an degan siyg'ini ishlatgan bo'lsa, masalan, bu modalli bo'lmagan bo'lsa, buning isnodi muttasil hisoblanadi. Ammo Buxoriy buni yoqlaydi. Uchrash mumkin bo'lishi emas, uning uchrashganligi tarixiy bo'lgan bilan bizningki raviylarning tarixidagi tarojim kitoblarida yozilgan bo'lishi, isbotlangan bo'lishi. Uchrashgan yoki ular javob birisi bilan javob kurashgan deganlikni isbotlangan bo'lsa, undan keyin bu yerdagi an degan siyg'a muttasillikka dalol qildi, bo'lmasa dalol qilmaydi dedi. Bu kimning qarashi esa Buxoriyning qarashi, Ibn al-Madiniyning qarashi va ulamolardan nurg'un muhaddis muhaqqiqlarniki. Hadis muhaddislar ichidagi muhaqqiq kishilarniki qarashi shu, u qaysi u ikkisini isbotlan, nima qilganlik uchrashganlik isbotlanishi kerak. Endi bu bizningki İmam Buxoriy rahimahullohninki, Ibn al-Madiniyninki ham undan boshqa nurg'un muhaqqiq ulamolarimizning qarashi shundan iborat. Endi yana birisi ba'zilardagi uchrashish mumkin bo'ladi deb Imom Muslim bu shartni qilgan bo'lsa, eng yangi bo'lgan shartlarning birisi masalan Buxoriy buni bir palla chig'itib, masalan Ibn al-Madiniylar masalan bir palla chig'itib chuqur uchrashganligi isbotlanishi kerak degan shartni qildi. Endi bir bo'laklar, masalan Sam'aniga o'xshash bir bo'lak muhaddislarimiz uchrashish isbotlangandan tashqari ular tulus suhbat deydi. Tulus suhbat degani uzun mezgil birga hamroh bo'lgan bo'lishi. Yana bu raviyning u shayxni bir mezgil uning qilib hadis rivoyat qilib, uni bilan birga hadis rivoyat qilib babida hamroh birga davom qilgan bo'lishi kerak. Unda bir qatam uchrashgan qilam, u undagi uni andab sig'in ishlatsa, uni biz muttasil deb qaramaymiz deydi. U bo'lsa, Avli Abil Muzaffar Sam'anininki qarashi debdi. Uchinchi qarash qasidasi uningki anda uchrashganligi, uzun billa hamroh bo'lganligi emas, uningki ma'rifatu bir rivoyat anhu deydi. Shu raviyninki u shayxdan rivoyat qilish bilan tunilganlik. Masalan, falani boshuningki misol o'quvchisi yoki falani raviysi, falan shayxning raviysi, uningdan nurg'un hadislarni olganligi bu tunilgan bo'lishi kerak. Boshqalar qayerligida shu zodi shuni talab etdi yoki shuni bilan birga shuni qaysi hadis olgan, shuni hadis rivoyat qilgan, shuni bilan mashg'ul bo'lgan kishi debligida bilingan bo'lishi kerak, tunilgan bo'lishi kerak. Undan keyin bu an degan siyg'a muttasil qildi. Unda alaqa uningdan hadis rivoyat qilingan bilinmagan, uningdan hadis rivoyat qilingan bilinmagan shoshqallar isbotlangan bo'lsa, bilinmagan bo'lsa, buningki isnodi, ya'ni an degan siyg'alar ishlatgan isnodi muttasil bo'lgan isnod hisoblanmaydi deydi. Bu qarash Abi Amr ad-Danininki qarashi ham shu ma'rifatuhu bir rivoyatni degan qarash shu deydi. Yana birisi hadis muan'an deb bir o'tgan biz o'sha hadis muan'anga o'xshash. Muan'an degan nimani qanday hadisni biz muan'an hadis deymiz desa, muan'an degan o isnodninki ravi bilan shayxning orqadagi siyg'a an degan siyg'a qo'llangan bo'lsa, buni muan'an degan. Endi muan'an bo'lsa bu an degan asosi anadan chiqqan ism maf'ul. Muan'an degan anadan kelgan ism maf'ul, ya'ni anna degan gap. Asli ular islohda nima degan gap desa, islohda bir raviyninki haddasana fulan anna fulanini qal. Ma fulan degiz, men fulani buni debdikan.
Enne falan mı? Dedim içerideki enne falan kaldıysa bu planınki, ennenin kendi planınki o kendiki sözünü mübaşireten anlaganlığı yaken de mübaşireten anlamay malum vasıta arkalık anlaganlığını bunu biz cevap bu siğanın üzerine bilemeyimiz. Çünkü bunu ihtimallik siğa deyimiz. Bu mu kudaydısı muayene okşaş. Bu mu? Bunun muayene hükmünü verse dedi ki bir bölük Ahmet ve bölük cemaat o bolsa onun muttasilliqi namayan bo'lgan kadar bu munqati. O dedi muayene okşaş ihtilaf. Dedi muayene mi? Onun muttasilliqi bilinib bo'lgan kadar onu biz munqati'nin hükmünü körümüz degan o birinci qarayışkilar. Ama cumhur yani muayene okşaş yani deydi ki en xuddi anga o'xshashdir. En ne anga o'xshashligini anna anga o'xshashligini hadisi muayyanning hukmi nim bo'lsa u hadisi muayyanning hukmi shu. Uning hukmi shu. Endi buningki anda da bunu biz hadisi muayyanning hukmida biz yuqorqi ittifoq qilingan ikki dona shart yani ravininki modellisi olmasligi. İkincileri o ravinin o yuqoridagi shayx bilan nima qilmoqchi va uchrashi mumkin bo'lgan bo'lishi. Bu muttafaq degan shartning tepilishi ve ondan başka Buxariyning başka şartları aşağıdaki şu hükümün üzerine mamu'an enge keladi deydi. Ama onunki mutlaka emliqinlidir, ilgili şartlar bilen samaqa, yani bir vasıt anlıqallıqı da qo'llaydi. Demek ki yuqorqi bir qancha dana bo'pti, ilgili şartlar var. Şu şartlarga tushgan bo'lsa, madamiki onunki anna yakanda an ishlatgan bo'lsa, siğalarda o nimaga anlıqallıqqa, şu yuqoridagi raviyning bir vasıt anlıqallıqda qilgan muttasil bo'ladi deganni kushandir. Demek yani biz müşahede, 3. mebahas kelgan kadar aşağıdaki yukarıda hadislardaki sert sebebinin mevcut bo'lgan hadislarni hem onun katılgan iki bab muan'andan muan'anning hukmini ko'rib o'tdik. Endi bu hali siz Zaydninki eng muhim bo'laklardan birisi. Biz müşahedagacha tugadi gapimiz. Endi biz oldin qatimda hadisin mevdutninki asosliq sebeplerinin hemmesini cemlisek asosliq ikki dona sebep to'xtaydi. Birincisi saqtum fil isnad degan. Saqtum fil isnad shu yuqoridagi mushadis muan'anaga qadar mushadga ta'sir ko'rsatdi. Demak mushadga ol turlik hadis saqt sababidan nimadir va mevdutdir. Endi buningga bu yerda ikki turlik hadis shuningga azroq ma'lum taraflarda haqiqatlik so'zi shunga biz 8 turlik hadisninki hukmini mishakaga uning ta'rifotlarini tafsilotlarini uqdiq. Endi uningdan tushunishmagan boshqalar bo'lsa so'sanglar bo'ladi davom qilamiz. Endi biz 3-chi shart uning ikkinchi sababi nima desa 5ta mavjudning degan joyimizda ta'num fil ravi degan. Ta'num fil ravi deb. Endi o ta'an degan nima bu? Ta'an degan nima? Bu ravidagi ta'ni sababi qanchalik hadislarning bo'ldi mavjud bo'ldi. U qaysi endi inshaalloh biz 3-chi mabhasda buni ko'ramiz. Buningdan biz bir babni o'qiylik inshaalloh bugun bizda vaqtimiz bor ekan. Anda ravidagi ta'ni sababidan mavjud bo'lgan hadislar deydi. Birinchi sabab, birinchi maqsad ravidagi ta'nidan bo'lgan maqsad nima? Ta'ni degan nima gap? Yani ta'ni degani biz yuqorida aytlash dedik, ba'zi aralash dedik. Bu ta'ni degan zotdan deganga deydi. Ravidagi ta'ni degan uni tildan jarohatlantirishdir. Asli ta'na degan nima deymiz? Nayzini sanjig'anni ko'rsidi lug'atda. Bir narsani sanjig'anni, masalan ta'ana rumha bo'lsa, nayzini sanji degan gap. Hamda bu yerdagi bu raviylar ishlangan ta'ni o nayzi bilan sanjib biyanizda qilish emas, balki o til bilan bir raviy nima qilish va iyiblash. Uni javob jarh degan, uni javob iyiblash randirg'ish. Bu yoki kazzab bu. Yoki bu fasiq, bu bid'atxo'r. Masalan, adolatga aloqador. Yoki uning javob, masalan, uningki zabtga aloqador bu javob, bu asl qobiliyati normal emas. Bu javob
To'xcha g'alat va yoki javob u bu deb uningki zabtiga aloqador ma'lum sifatlar va uni ayblashlarning o'zini bizni ko'rsimiz biz ta'na deb qaraymiz. Demak shu ta'ni roviyadagi ta'ni deganimiz u roviyni til bilan jahadmoqlash va til bilan jarh qilish va u roviyninki adolati, dini, masalan dini aqidasi va uningki zabti deganimizin uni hibzi va tayaqquzi. Yani onu saqlash va uningga hadislarga bo'lgan o'roq sezgurligi, qalvonamasligi. Mushu nuqtalardan bo'lgan shu raviy haqidagi bo'lgan gap qilishning o'zini ta'na deymiz. Masalan bir raviy deyilibdiki adolat nuqtasidan bu javob bu nima emasda, bu fosiqdi masalan. Diniy jihatda, adolat jihatda bu javob kazzobdi, yakanda bu javob u deb uningga adolatga aloqador söz qilingan bo'lsa, bu raviy ta'na qilingan raviy bo'lgan bo'ldi. Yakanda uning zabtiga aloqador. Zabt deganimiz shu hadisni shu anglagan peti o'zini tuvandikilarga, ya'ni yuqori shayxidan anglagan holatida tuvandiki bo'lgan o'zining shogirdiga yetkazadigan bir iqtidorninki yo'qligida ayblangan bo'lsa. Yani zabt deganimiz raviy tutib qo'ydi. Maqulning babida zabt degan nima? Zabt degan shu bir raviyninki hadisni o'zining shayxidan anglagan shu holatida o'zgartirib olmasdan yoki unutib qolmasdan tuvandikiga yetkazadigan bir malaka iqtidor. Yani bu masalan ba'zilari o'zi yodlab saqlaydi, zabt qiladi, ba'zilari javob kitob qilib yozib saqlaydi, ba'zilar javob. Endi bu nuqtadan yana birsa tayaqquz deymiz. Tayaqquz degani yana bu hadislarni ilishlar qarqa bizlarni miqdashova sezguru bo'lish. Sezguru bo'lish. Mesela hadislarni olgan chog'da beparvolik qilib, hadislarni rivoyat qilgan chog'da na sanad bo'lsin, na matn bo'lsin, buni deb qo'ysam bo'lar. Buni anchalar qilib ketmizdan bo'ladi. Beparvolik muomala qilmaydigan demak tayaqquz deymiz. Demak bir raviyda bu haqda nima qilgan bo'lsa va iyiblanib qolgan bo'lsa, buni biz ta'ni deymiz deydi. Endi raviydagi ta'ni sabablari kelsak deydi. Raviydagi qancha xil turdagi ta'nilar bo'lsa, raviydagi ta'ni qilish, ya'ni iyblanish, raviylarninki iyblashninki sabablari 10 turlik narsaga kiradi. Buning 5 adolatga aloqador, 5 zabtga aloqador. Adolat deganimiz shu dinga aloqador demakchi, uni haqiqat diniy adolatga aloqador 5 turlik sifat bilan aloqador bo'ldi ta'ni. Yana bir qolgan 5i buning zabtiga aloqador. Ya'ni hadisni saqlashiga aloqador bo'lgan 5 turlik narsa bilan raviy ta'ni qiladi. Ammo raviyning adolatiga aloqador bo'lgan 5i o qaysi desa, u birinchisi kizb. Kizb degan nimani ko'rsatadi? Kizb degan bir raviyninki Rasulullohning nomidan yolg'onni to'qigan bo'lishini buni kizb ko'rsatadi. Kizb degan odat normal yolg'onchilik emas. Kizbi bu Rasulullohning nomidan yolg'on hadis to'qigan degan bir aybni ko'rsatadi. Demak bir raviy qachoniki Rasulullohning ustidan yolg'on hadis to'qiganligidan ayblangan bo'lsa, u raviyning ismini kazzob deymiz. Kazzob deymiz. Ya'ni buningki sababi nurg'un hadis mavzu deb chiqadi. Bu hadis mavzu meydon. Bu raviyni bir raviyni buni kazzob deb qo'ygan bo'lsa, demak bu bil ittifoq bu kazzobninki, ya'ni kazzoblik bilan sifatlangan bir raviyning hadisi marduddir. Ya'ni bu nimiz. Yana birisi at-tuhma bil kazib. At-tuhma bil kazib deganimizda bir qancha qarashlar bor, shu o'zidan kirmaymiz, bir qanchalig'an ta'rifotlarda, bir qanchalig'an nimalar bor. Eng muhim qoidasi at-tuhma bil kazibda, tuhma bil kazibda u raviyninki gerçi Resulullah nomidan yolg'on to'qiganligi isbotlanmagan bo'lsin. Yani bu Resulullah namida yolg'on hadis to'qigan degan bir qalpoq unga ko'gizilgan. Yani uchawa u Resulullah nomidan yolg'on hadis to'qigan deganlik isbotlanmagan. Ammo bu normalda o'zining oddiy turmush ishlarida yolg'on gap bo'lgan ravi. Bu kishi normal turmush ishlarida, savdo sotiqlarda, va'dalarda yolg'on so'zlaydi. Yani do'st birodarlarga yolg'on so'zlaydi. Demek ki bu şundaq bir yolg'on so'zlaydigan bir yolg'onchininki Rasulullohning hadisi yolg'on so'zlash ehtimoli bor degan bir kuchli bo'lgan bir qaror bo'lgan o'xshaydi. Demak, bu xil kishining biz at-tuhmul kazib deymiz. Demak, uni boshqa ishlar yolg'on aytganligi buningki Rasululloh hadisida yolg'on aytishgan, nima qilgan, qanaqa sabab qilish ehtimoli bor deb buni biz muttaham bil kazib deymiz. Unda raviylarni muttaham bil kazib bo'lgan raviylar buni biz ayrim ko'rsatimiz hadis matrukning babi so'zlaymiz. Yani yeni birisi karşısında fasıklık.
Endi fasiqlikninki buningki turlari har xil bo'ldi. Masalan, fasiqlikninki. Endi bu fasiqlikninki qaysi xil fasiqlik hadisi mavjud bo'lgan darajaga boradi, qaysi bo'lmaydi. Endi buni biz shu jarh ta'dil haqidagi bayonotimiz kirgan chog'da fasiqlikninki nima ekanligini, buningki qanday darajaga borganligini so'zlaymiz. Muhimi nima desa, fisq degan uningki mushu aqidada yoki amalda o'zininki diniy shar'iy ahkomlardan, diniy shar'iy ahkomlarga parvosiz muomala qiladi. Hattoki masalan, hattoki Rasulullohning hislariga aloqador joylarda bo'lsin, Rasulullohning hadislarigami unda bir ko'ngil bilib, buningga ehtirom bilan tumay, buningda ma'lum hadislarningki o'zininki diyonat jihatlaridagi nuqsonlik. Endi bu shunday diyonat jihatdagi nuqsonlik sababidan u fasiq bo'lganlik uchun, u diniy ahkomlarga rioya qiladigan bo'lmaganlik uchun, diniy ahkomlarda halol harom, gunoh ma'siyat degan gaplarga unchalik parvo qiladigan odam bo'lmaganlik uchun, endi bu Rasululloh nomida yolg'on to'qish yoki Rasulullohning hadislarini o'zgartirib yetkazishdan iborat bunday gunohlarga ancha parvo qilib ketmaslik ehtimoli bo'lganlik uchun, shuning uchun fasiq kishilarningki hadisini biz nima qilmaymiz, olmaymiz. Ya'ni buning hadisimi mavjud bo'lgan bo'ldi. Yana birisi bid'atchi, endi bu fasiqlikning darajalarini so'zlaymiz. Bid'atchimi shu? Masalan, bid'atchi, nurg'ulg'an bid'atchilar va masalan aqid jihatdagi bid'atchilar, masalan, ma'lum ozg'un firaqlar. Ondan keyin amal jihatdagi ma'lum bir nimalar. Endi bular o'zining bid'atchining hadisi u agar u bid'atchi deb bo'lgan bo'lsa, bid'atni bir qancha bo'limiz biz babiga kelgan chog'da u bid'atlarning ba'zisi bid'at mukaffira bo'ldi. Insonni dindan chiqaradigan deydiki bid'at, ya'ni bid'at mukaffira deb. Ammo bir bid'atlar odamni kofir qilmaydigan nimalar va normal juz'iy bo'lgan bid'atlar. Endi bularni ikkisi ayiramiz. Ondan keyin qaysi xil bid'atniki hadisini olamiz, qaysi xil bid'atchiniki olmaymiz. Aslında bid'atchini olamiz deganlar qanday turdagi hadisni olamiz, qandayini olmaymiz, o'sha vaqtda naytgan. Ammo bir ravininki bir bid'at bilan sifatlanib qolganlik, bid'atchi bilan ayiblanib qolganligi bu sababli nurg'ulg'an hadislar u mavjud bo'lgan bo'ldi, zaif bo'lgan bo'ldi. Endi biz buni shu kitoblarga kirish jarayonida tushunamiz inshaalloh. Yana birisi qasi esa jaholat. Jaholat degani nima desa, jaholat deganimiz u ravini biz javob bilmadik. U ravini so'zlandiki, masalan, u ravininki u shayxninki masalan u hadisga u shayxninki u ravininki uningdan hadis rivoyat qilgan odamlarning soni favqulodda oz yoki bir ishki. Endi buningki uning haqida ulamolarimiz uningki ya siqadi, ya siqa emasdi, ya sufta andada mundada baho bo'lgan bahosini ham topib olmadi. Demak buningki qanday bir kishi ekanligini, bu hadis maqbul bo'lgan odammi yoki emasmi uqolmadi. Uqolmaganligimiz uchun bu hadisni biz javob mavjud deb qaraymiz. Chunki ehtiyot avval. Endi bu yerdagi biz bu kishininki hadisini nima va biz bilanmidik. Favqulodda buning javob hadisiniki agar nima bo'lib qolgan bo'lsa, hadis ilmaydigan bid'atchi yoki fosiq yoki javob kazzab bo'lib qolgan bo'lsa, degan bilan biz bu kishininki hadisini olmaymiz. Bu sababmi ayrim bir babba hadis tafsiriyatmi mavzu bo'lgan bo'ldi. Yana birisi qasi esa zabtidagi bo'lgan boshqa aloqador bo'lgan behdani ish. Endi behdani sabab. Zabtiga aloqador yuqoridagi vaqasi diyonatiga, adolatiga aloqador behdani sabab. Mushu 5 sabab tepilib qolgan kishida bir ravida bu ravinin rivoyat qilgan hadisini buldava mardud bunu bilishimiz kerak. Endi bu yerdagi qolgan tuvandagi so'zlasa ravininki bunda diyonati, ravining adolatiga aloqador emas, balki ravininki shu anlig'ini saqlay oladigan iqtidoriga, ya'ni zabtiga aloqador bo'lgan qarash. Yana birisi qarasa buning qarashlaridan birisi o'tuvandagi fuhshul g'alat. Fuhshi g'alat. Mesela fuhshi g'alat u to'liq nimasi uningki g'alat ketishi. Yani xato so'zlab silishini ko'p bo'lib ketgan degan gap asl lug'at ma'nosida. Bu nima desa, bu to'liq xato hadislarni rivoyat qilsa oldi. Endi buni qanday o'qimiz, biz to'liq xato hadislarni rivoyat qilganligini qanday bilamiz desa, buni ayrim bab bilamiz. Bu boshqa g'alat, ya'ni buning hadislerini biz boshqaga to'g'ri qilsak, bu kishining rivoyat qilgan hadislari ha deganda siqa, ishonchlik raviylarning hadislariga qarshi kelib qoldi. Ya'ni buni rivoyat hadislarini biz siqa deb qaralgan imomlarning hadislariga olib borsak, uning hadislariga qarshi. Buningki ko'p bo'lgandan keyin, demak, buningki bir nimasi xatoligi ko'p bo'lgan kishi ekan deb buni hadisini biz nima emas,
zayıf qatağalımız. Yana birisi qarşılasa sual hibzi. Yani ona hibzi saqlashimiz javana ait. Mesela bunu tarixdan ulamalarımız her xil usullar orqali bilgan. Buningga ulamolar shu bilishgan o'zininki ma'lumoti, ma'rifatiga asosan ulamalarımızga jarh qilib, ulamolar shu raviylarga jarh qilib, uningga sifatlarni bekitib atgan. Mesela o bugün anlagan narsa unutib qoldigan yoki chava hadislarni anglab bo'lsa-mu, anlaganni nima qilganda yaqında anlamaganday o'zininki anlaganni bunda anlagan hadisni o'z paytida saqlashtirni misolninki masalasi bor. Endi buning masalasi mushu zabtiga aloqador. Yana birisi buni ayrim o'zining babi bor, shunga men tafsil to'xtalmadik. Yana birisi g'aflat deganimiz jo'disa, masalan hadis olgan chog'da bu chava qinoati bexasdan g'aflat bosadi. Hadislarni olgan chog'da mugdab uxlaydi masalan. Onundan ikinci cevap hadisini cevap 5'ini anlap ayağını anlamay mesela. Ayağını anlap 5'ini anlamay. Bunda cevap gaflet. Bu. Yani birisi kesretil avham. Kesretil avham degen mademesi bu. Yani bunda tulu hata kallas gumanlar vehimi çırmağan kişi. Mesela şudu görgende, onu görgende, onu görgende, şudu görgende, yoldu görgende, öyle görgende. Bunda konuda vehim vesvesi gibi kalkan adam. Demek bununki zeptisi normal bo'lgan palani ishni palani yerda ko'rdim, palani sifatlarda muayyan saqlaydigan iqtidor yo'q. Shu sababdan bununki hadisini biz ma'lumdan qo'yadi. Yani muhalefet-i sıkat deganimiz bu bo'lsa, bunun hadislari shu bilan aloqadorlik bu shu zeptiga aloqador bo'lmi? Bunun hadislerini apasak daima bununki sıqa raviylarning hadislariga ko'p zid keladigan. Yani sıqa raviylarga zid kelgan bunday bo'lgan bir sifat. Mesela sıqa raviler merfu rivat qilgan bu cevap mevqufat rivat qilgan. Mesela sıqa raviler başka bir bilan jarayon bilan rivat qilgan bo'lsa, buni başka bir jarayon bilan rivat qilgan. Bularning hammasi hadis mardudniki sebep bo'lgan ta'ninki aloqador şeyler. Endi biz museblardan bir sebep bilen mevcut bo'lgan hadislarning turlari. Yani bu sebeplerden bo'lgan bir sebep bilen mevcut bo'lgan hadislarning turlarini ala tavali yani arka sözleyimiz. Birincisi ta'nada en qattiq iyib bo'lgan sebep bilen başlagan hal. Ta'nadaki en qattiq bo'lgan sebep bilen başlagan halda arka bu sebepler ve mevcut bo'lgan hadislerimizin türlerine men nima qilaman so'zlayman deylik. Demek bizning hozir o'qiyotgan aslında turdagi mevcut hadislerimizin türünen tertibi qanday desa, biz hozir mavzuni o'qiymiz masalan, uni keyin matrukni o'qiymiz. Bu mavzu en zayıfi, en tutuyor onun türlü matruk, onun munkar masalan bu tertib bo'yicha bo'lgan. Demek zayıf bo'lishda en qattiq zayıf bo'lgan, ta'nida en qattiq ta'ni saqlanadigan Muşu tertib boyunca şuna baldi sözlerken tertibimiz boyunca biz bu sebepler ve yukarıdaki sebeplerden zayıf bo'lgan hadislarning türlerine arka sözleymen dedim. Mesela birincisi hadisi mevzu. Hadisi mevzu deganda ne? Hadisi mevzu degan qaysi sebepten kelib chiqqan desa, agar ravidagi ta'ning sababi kiz bo'lgan bo'lsa. Ya'ni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga yolg'onni to'qish bo'lgan bo'lsa, buni hadisi atolur mevzu der. Demek bir hadiste bir ravi var ki bu ravi Peygamberimizin namıda yalgana to'qiydigan. Peygamberimizin namıda yalgana to'qiydigan nima ekan bu? Ravi ekan. Hem bu hadisdanki mavzuligining sababi şu ravinin Rasululloh haqida yalgana to'qiganligi ekan. Demek ki bu hadis nimadir? Mavzudir. Ta'rifiga kelsak, deydi mavzu degan nimasi asla vaza'a shay. Vaza'a degan bir narsani tuvallatib degan gap, cho'kizib to'qiyot degan gap, hatta ho paslivat degan gap. Nima ish qilib mavzu tuvallab ketgan degan bunda ism bilan ataladigan mavzu desa, uning ma'rifasidan qattiq tugan bo'lganligini aytadi. Buni zada hadis deb ataqlan bo'lmaydigan, muynaq Rasululloh nabi yolg'on to'qilgan bir safsata bo'lgan chiqa bu. Shu buni shunda mavzu degan ism bilan atalgan deydi. İstilah degan gap desa, istilahda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet berilgen yasalma, uydurulma, yalgan söz. Rasalma, uydurulma, yalgan söz ne? Biz mevzu deymiz. Demek bunun Resulullah'ın hiç alakası yok. Bu fakat Resulullah'a nispet verilip koyulgan bir yalgan yavuda nime sözü var? Uydurulgan söz. Yani bunu biz ne deymiz? Mevzu deymiz.
Hani mevzunun mertebesi kelse, mevzu bu zayıf hadislarninki en yamanı, en kabih hislatılır. En yaman, en kabih olan zayıf. Bu zayıf bulandı, bunun yukarı zayıf yok. Demek zayıfninki en mesela kabih. Hani bir büyük ulamalarımız, hani bu mevzu ne? Yani zayıf ne? Mustakil boğan bir kısım hesaplıdır ki bu zayıf hadisinin türü emas. Demek bunu hadis sakin olmaydı. Şu mevzu da atab bunu her gün bu zayıf hadisinin türü katına tıkmaymaz. Bu mevzu degan mustaqil bo'lgan ayon bir qismi bor. Anda hadis zayifni qatoriga tiqib qo'ysak, buni hadis bilan aloqasi bor ekan degan bir nima kelib qoldi va vahmi kelib qoldi deb ba'zi ulamolarimiz bu mavzuni mustaqil bo'lgan bir qism deb hisoblagan. Bundan kanda nimadan mavzu hadislar bilan mavzu bo'lsa-mu ish qilib hadis bilan aloqasi aslo yo'q deb nima qilgan va shu mustaqil bo'lgan bir qism qilgan. Demak, nima bo'lsin? Mayli buni mustaqil bo'lgan bir qism qilgan bo'lsin. Yoki bir bloklar buni hadis zayifning turlaridan sanagan bo'lsin, nimalar bo'lsin, chiqib bu hadis mavzuning Rasulullohning hech aloqasi yo'q. Rasulullohga nisbat berilib qolgan yolg'on yo'da so'zdir. Yani bunun hükmüne kelsak nima desa, bunun hükmüne bunu qilish qo'zi harom bo'lsa, ammo mushu bir yolg'on hadis uchurdi oldimizga. Yoki biz undan keyin yolg'on hadis ekanligini bildik deyillar bilan. Yani bilgan bo'lsa, mush yolg'on hadisni rivoyat qilishning hukmi. Yolg'on hadisni rivoyat qilishning hukmi. Masalan, biz rivoyat qilishligimizda yoki yolg'on hadis kitoblarni ko'rdik, yoki bu yerda angladik, anglab o'tgan jamoatga yoki so'zlash masalan. Yoki kitobda yozgan bo'lsa, kitoblarimizni naql keltirib shuncha yozish. Yoki u bu. Muşunun hükmü nima? O yolg'on hadisi to'qishqu, o yolg'on to'qishqadan butun adolat yo'qaydi, o eng cho'ng gunoh. Shunda va men kelib alaymat ammidan falyatabawwa maqalahu minan nar. Rasululloh namini yolg'on hadis to'qishganga Rasulullohning hadisidan qattiq zayiflar bor. Endi bu hadis to'qish emas, to'qilma hadisni rivoyat qilsa, ya'ni yetkazsa boshqalarga so'zlasa, ya'ni yoki kitoblarni naqllab kitob yozgan bo'lsa, qanday bo'ladi desa, ulamolarimiz mavzu hadisni rivoyat qilishninki hol emasligiga. La tahillu rivoyatuhu li ahadin alima halahu. Ya'ni u mavzuninki holatini bilgan, ya'ni mavzuligini bilgan bir odam uchun mavzu hadisni rivoyat qilish halol emas deganga nima qildi va ijmo qildi. Ya'ni shu ma'nodaki, fi ayyi ma'na kan bu ma'nosida fi ayyi ma'nan kan u mavzuning ma'nosi, mavzusi qanday bo'lsin, bununki mayli nimaga aloqador, ibodat aloqador bo'lsin, mayli targ'ib tarhibga aloqador bo'lsin, mayli aqidaga aloqador bo'lsin, qanday yoki aloqador bo'lsin, mavzu hadisninki o'zini, mavzuligini bilib turgan bir odamga uning rivoyat qilishi emas, illaki uning mavzuligini bayon qilish bilan. Ogohlantirish uchun bunda mavzu hadisi va buni diqqat qilib yolg'on deb buni javob mavzuni bayon qilib boshqalarni ogohlantirib buni ishinib qolmasdan javob bunday shaklda rivoyat qilsa bo'ladi, ammo bunda bayon qilmay gapni ketib berib qilam bu gapni qamlash bilan mavzu hadisdan beni rivoyat javob binyas yezish. Yoki bir so'zlarni qilib o'tib bu so'zlarni javob mavzu hadislarni so'rab aklikanda shuni so'zlashning o'zi mavzuligini bilib turib buni mudruva halol emas, hech qanday bir holatda halol emas. Dedim. Bu nima deyilgan bo'lsa, Muslimning hadisiga man haddasa anni bi hadisin yura annahu kazib fa huwa ahadul kazibayn. Masalan, qanday bir odam bir hadis rivoyat qilgan bo'lsa, mendan haddasa anni bi hadisin, mendan bir hadis so'zlagan bo'lsa-ki, yura annahu kazib. U hadisning yolg'on ekanligi yura ko'rinib turadi. Bu yolg'onligi bilingan, bir yolg'on bir hadisni mendan so'zlagan bo'lsa, u ikki yolg'onchining biri. Ikki yolg'onchining birisi u Rasulullohning hadisini to'qigan u yolg'onchi. Rasulullah nomidan hadis to'qigan heliq yolg'onchi bir yolg'onchi. Yana birisi shundaq Rasululloh nomidan to'qilgan shunday yolg'on bir hadisni u yolg'onligini bilib turib, uni rivoyat qilib, uni rivoyatdan turgan u rivoyat qiluvchi bir yolg'onchi. Demak, ikki yolg'onchining birisi shu hadisni rivoyat qildi. Demak, bu yerdagi mushunga asosan yolg'on hadisni rivoyat qilish aslo qanday bir holatda men yaxshi niyatda degandim, buni mazmuni to'g'ri ekan, targ'ib tarhib babida hech qanday holatda buni rivoyat qilish aslo durust emas. Yana bir bildiğim söz, endi Vazza'larninki mushu hadisni bunda yolg'ondan to'qishidagi bo'lgan yo'llari.
Buni siğalar. Nereden tapıdı bu yalgan geplerini bular deydi. Buni siğalarını, bu sözlerini nereden tapıdı? Bular bu yalgan yavdaq, bu Resulullah nisbet bilgen bu yalgan yavdaq bu sözünü bular nereden tapıdı? Bularning yo'llari qarşısa birincisi ya bu o yalgan heris to'g'an bu kazzab bu yalgan sözünü öz nazaridan nima qildi va paydo qildi. Ondan keyin uning bir isnodni java o'ydirib chiqib rivoyat qildi. O'z o'ltirib lekin bir mazmunni bir to'qiblam yalgandan ko'ngildan chiqib lekinde uningga isnoddan birini ulab yozibliginde buni nima qildi va rivoyat qilib so'zlaydi. Demak bu nimaninki g'azzaning qildigan birinchi yo'li shu. Yine birisi qarşı dese onda o'zi to'qimaydi, o'zi yalgan to'qigan gap emas bu. Bu gapning bir tigini bo'lsa va buning tigi bor gap. Ammo Rasulullohning aqsi yo'q. Masalan, hukumatlarning ba'zisiningki gaplarini oladi, masalan, hikmatli gaplar, nihoyat qamlashgan hikmatli gaplarni oladi, hikmatli ba'zisini va uningga isnod nima qildi va qo'ydi. Shuning bilan o'sha isnod bo'yicha shu yolg'onni Rasululloh nisbat berib javob rivoyat qildi. Demak, u hikmatli gap deyilgan bir hukumatlar tarafından deyilgan söz, bunu hukumatlar dedi deb rivoyat qilmay, bunu Rasululloh deb leganda Rasululloh nisbat berib rivoyat qildi. Demak, bu mu vazzaqlarning, hadis to'qida yolg'onchilarning ma'noda yo'llarining birisi shu. Alqamligini hukumat o'zmi? Masalan, bir bilik, yana bir biliklar hatta ma'lum sahobaning so'zlarini, ya'ni mavqufni Rasululloh ta'ala marfu qilib qo'ydi. Masalan, yoki ma'lum bir deyilgan bir maqol tamsillar maqol tamsillar so'zlar va bu so'zlarni aytganda Rasululloh degan deb nima qilib qo'ydi va Rasululloh nisbat berib qo'ydi. Demak, bularning o'zining hammasi mavzu hadislarningki to'qiydigan kazzoblarningki ma'nodagan yo'llari. Unda biz mavzu hadisni qanday o'qiymiz? Unda bu mavzu hadisini to'qishning yo'llari shu ekan. Mavzu hadisningki to'qiydigan yo'llari shu ekan. Bu yuqoridagidek. Anda o'zi mavzu hadisni biz qanday bilamiz? Bu qanday bilgin bo'ladi? Bir yolg'on bir ravininki bu hadis to'qiganligini qanday yo'llar orqali bilamiz desa, birinchisi vazi'ninki vaz'i bo'lgan iqrori. Vazi'ninki hadis to'qigan yolg'onchininki men falan hadis to'qigan yoki piston turdagi hadislarni men to'qigan deb o'zini iqror qiladi. Mesela Abi ismi Nuh ibn Abi Meryem'nin kelimesi o'xshash va iqror o'xshash. O demak iqror qilgan o suralarninki Qur'onning suraning fazilati haqida. Sura falon sura o'qiganda sura falon sura anda falon sura bunda deb sura har bir suraning fazilati haqida Ibn Abbosdan hadislarni to'g'ri. Mesela bu hadislarni aytib ko'p. Mesela tafsirlar uchraydi. Ibn Abbos Ikrama, mesela Ikramani vasar rivoyat qildi bu kishining odati shu. Abi ismi Nuh ibn Abi Meryem, Ikrama ibn Abbosdan degan munosabatlar bilan Rasulullahning nomidan Rasululloh falon surani o'qiganda bo'ldi degan, munda bo'ldi degan, bu degan nurg'un nimalarda va nurg'un hadislarni to'qigan. Bu hadislarni nima qilib to'qigan? Endi bu iqror qilgan bu. O'zi iqror qildi, o'zi men hadis to'qidim deb. Endi buni iqror nereden bilgan desa, masalan, buni iqrorini buni so'ralgan, basam shunda Ikrama ibn Abbosdan degan sanad bilan sura Qur'onningki suralari haqidagi, suraning fazilati haqida nurg'un hadislarni rivoyat qildi ekansa, ammo bu hadis sendan boshqa odamning qiyishi yo'qkan, bu hadisni nerdan topding degan chog'da deganki bu Abu Isma men bu hadislarni to'qidim. Haqla Rasulullohning hadislarini tashlab, Rasulullohning hadisini tashlab, nimaniki va Abu Hanifaning fiqhi bilan yani bir mağazilarni jang nomi bilan mashg'ullab, fiqh bilan mashg'ullab, mağazilarni javob tadqiq qilib yozib, shundan narsalar mashg'ullab, bu Rasulullohning hadisini tashlab, Qur'onni tashlab qo'yganlik uchun, shoma Qur'on qiziqtirib boshqalarni shunda bir Qur'onning sura fazilatlari haqida bunda hadislarni to'qidim deb o'zi iqror qilgan. Demak, bu iqror orqali buningki vazzaq ekanligini, buni to'qigan hadislari bor ekanligini biz bilamiz. Yoki birisi uning iqrorini o'rnatishgan. İqrar bo'lmasin, men kazzabdim, men yoki vazzatdim, men bu hadisni to'qigan deb demagan bo'lsa-mu, lekin u o'zininki iqrorining o'rniga tushadigan ma'lum faktlarni bizga boshqib qo'ydi. Masalan, qanday qildi? Bir shayxni so'zlaydi. Masalan, men falon deb javob bir falon shayxning ismini topoladi. An so'raydi-ku, u tug'ilgan vaqtda sen falon chaqda bu qachon tug'ilgansiz deb u tug'ilgan shu odamninki tug'ilgan vaqtini so'ragan chaqda
u so'zlaydi bir tarixniki, men palondan oldim degan u shayxning, haliqi shayxning vafoti bu robiy tug'ilishdan avval bo'lgan bo'ldi. Demak, o'zi tug'ilmagan zamondagi bir odamningki din hadisni rivoyat qilganligini iddao qilgan bo'ldi. Ham buningga qo'shimcha bu hadis illa indahu. Faqat mush odamning qishilgan. Bundan boshqa hech qanday bir raviy, hech qanday bir hadis bilan shug'ullanuvchining yo'l nisida va tarafi orqali rivoyat qilinib kamida. Faqat mush odamlar rivoyat qilgan. Unda olgan ekan, bu biri o'zininki yolg'onchiligini falan oldim degan yatichava isbotladi. Ikkinchi birisi bu hadis faqat mushuning qishilgan tepilib qoldi. Demakki bu hadis mavzudir. Garchi u mavzu hadis to'qdim degan iqror qilmagan bo'lsa-mu, bu qanaqa shu mavzuning o'rniga tushirildi deydi. Endi birisi qasid esa roviylik bo'lgan qarina deydi. Bu hadisninki roviylik bo'lgan qarina bu hadisninki mavzu ekanligini, u hadisninki mavzuga sabab bo'lgan qarina mavzu ekanligiga bizga ko'z qo'ygan qarina hisoblanadi. Masalan, roviy rofiz ekan. Hadis ahli baytning fazilati haqida. Endi bu qanday desa, u roviy rofizdan. Rofiz deganimiz yani Shia. Ammo u yana u hadisda ahli baytning fazilati haqida, masalan, Ali roziyallohu anhuning fazilatlari haqida to'xtab Ali andatdi, Ali xilofatga loyiqdi. U bu degan nomlar bilan buni javob qilgan bo'lsa, demakki, bu yana hadisninki mavzu bo'lishini ko'rsatadigan yoki mavzu ekanligi bizni javob diqqatimizni tortadigan qarinalar hisoblanadi. Yana birisi nimada va marviylik bo'lgan qarina. Ya'ni marviy deganimiz hadisning o'zi labzdagi bo'lgan qarina. Masalan, hadisning labzininki rakikul labzi, ya'ni labzining oid bo'lishi va tuvan kichik labzlar bo'lgan bo'lishi, yoki uni hisq muxolif bo'lgan bo'lishi, Qur'onning sahih bo'lgan mazmuniga zid bo'lgan bo'lishi. Demakki, bu hadisninki mazmunini qarasak, aytib deymiz va Qur'onning asosiy prinsiplariga, dinning asosiy maqsadlariga, asosiy dog'dam yo'lga zid qarshi keladigan bunda nima ekan bu? Bir mazmunlar ekan. Demak, bumi hadisninki va mavzu ekanligini ko'rsatadigan turdagi qayinlar hisoblanadi. Endi bu yerdagi faqat labzlar deb qo'yiladi. Labzining ham shunday rakik bo'lishi hadisninki mavzuga doir qilamdi qilmam degan chaqimizda bunda Ibn Hajar bilan boshqa muhaddislar orasida qarashlar bor. Ibn Hajarning deyishi bo'yicha labzdagi rakiklik faqat labzlan bo'lsa, ya'ni ma'nosi rakik bo'lmasa, labzdagi rakiklik masalan bu hadisninki mavzu ekanligi qayerlanmaydi. Chunki hadisning ma'nosini rivoyat qilib so'rashqa raviylar uni labzlar bilan boshqa labzlardan rivoyat qilib bu labzlarga chiqib qolgan bo'lish ehtimoli bor degan qarashlarni o'tirib. Ammo uningga umumyuzli ko'p sondagi jumhur muhaddislar qarshilik bildirgan, ham bunga qarshi dalillarni keltirgan tafsilotni ko'rib baxsa bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerdagi mavzu hadislarninki shu bilish yo'llarini biz yuqorida so'zladik. U shu mazmunda ketdi. Endi bu mavzuning to'qiydigan vazzaqlar hammasi har doim dinning dushmanlari bo'lmaydi. Bu vazzaqninki hadis to'qishga olib boradigan nurg'un nimalar borki, bunda turlik odamlar bor. Yaxshi niyat hadis to'qiydiganlar bor hatto buni tursa. Demakki, shu vasiga hadis to'qishga olib borgan, shu to'qishlarni olib borgan nima bor? Sabab yana birisi vazza'illarninki hadis to'qishlarning nimalari bor? Turlari. Demak, bular qanday turlik odamlar hadis to'qigan. Hem bu hadis to'qigancha nima sabab bilan buningki hadis to'qishga olib borgan sababi qaysi deydi. Birinchisi eng xatarligi masalan, qanday qildi at-taqarrubi ilalloh. Ya'ni Xudoni savob umid qilib hadis to'qiganlar bilan. Ya'ni Allohga taqarrub, ya'ni hadis to'qish bilan insonlarni yaxshiliklarga nima qiladigan, qiziqtiradigan hadislarni munkar bilan insonlarni munkarlarni qilishdan qo'rqitadigan hadislarni nima bilan to'qish bilan Allohga nima qilish va yiqilish. Allohga. Va bu kishilarcha va yaxshilik qilgan bo'lsa, yaxshilik unda qilsa yaxshi bo'ldi ekan, bunda qilsa yaxshi bo'ldi ekan, Rasululloh bu haqda bunda deganda, shu qiz yaxshilik qiziqtirib, hadis qo'ydi. Qilayotgan ish yaxshi, tashviq qilayotgan ish yaxshi ish. Ammo bu yaxshi ish qiziqtirg'ili, masalan, sahih hadislar yoki bo'lsa-mu yoki uni topmay turib, yoki sahih hadislar topilmasa, o'z sababliganda Rasululloh haqida yolg'on hadis to'qib rivoyat qildi.
Lekin olmaydi. Kişiler ma'lum bir munkarga, ma'lum bir yomon ishlar odat jamiyat bir munkar hisoblanadigan ish. Bu munkarga har xil yo'llar orqali qarshi bo'ladigan ish. Ammo bu qarshi yo'lni hadis o'qishlar qilgan. Bundan munkar haqida Rasululloh anda degan bunday qilganlar u dunyo anda olib kirdi, bunda olib kirdi deb bunun haqlarni yiroqlashtirish uchun, ya'ni munkarni to'sish uchun hadis o'qiydi. Yani bunun sebebi nima? Taqarrub ilalloh. Savob umid qilib Allohdan hadis o'qigan. Bunda vazza'la bu hadisde koyduğanlar kavmin yentasibine ile zuhdu ve salah. Buna zuhd degan, o'zini zohid deb hisoblaydigan, o'zini solih deb hisoblaydigan, zuhdi salahdan nima qiladigan nisbatdan qon odamlardir. O'zini java, o'zini zohid hisoblaydigan, qahla dunyo bilan qiziqib ketmasin, ibodatlar bilan mashg'ul bo'lsin, yomonliklarga, havoyi havaslardan keyinib mamnunsun, Alloh subhanahu va taologa oriflarning yo'lida manzun deb, bu yerdagi mushundaq qiliq, mush haqda qiziqtiradigan hadislarni nima qildi va mush g'arazda to'qiydi. Endi bu odamlar vazza'larning eng yomonidaydi. Vaz'i hadis to'qiganlar ichidagi eng xatarli hadis to'quvchilar mushundaq qiliqqa o'zi zohid, o'zi javo, mushundaq bir salahga nisbatan qon, o'zi yaxshi niyatda turib, yaxshi niyatda qilib turib, biz yaxshilikqa qiziqtirib, yomonlikdan cheklab to'qiymiz hadisni deb mundaq g'araz hadis to'qan. Bular eng xatarli kishilar. Nima ish qilgan xatarlik desa, chunki insonlar ularning mavzu hadislarni ularga ishini qabul qildi. Qarasa bular javo, taqvo odamlar, qarasa bular noyat salah odamlar, qarasa bular ibodatlarni qilmaydigan, o'zininki har doim oldin Allohni tushunmaydigan taqvodor odamlar. Balki javo xalq orasida ulgi qilinadigan odamlar ibodatda. Muhimda turgandan keyin bularning gapiga boshqalar ishini yo'q. Rasululloh munda degandan keyin bular ha Rasululloh shunday debganda ishini ketib qoldi. Shunga ulardan kelgan vaziyat baxatarlik. En xatarlik bo'lgan vaziyaninki ahvoli shu deydi. Masalan, Maysir ibn Abdurrabbahninki Rabba shu shundaq zohidlarninki qatorida sugan zohidlarning qatorida. Haqiqat Ibn Hibban, Ibn Mahdiydan masalan Zuafa degan kitobda ismi Ibn Mahdiydan shundaq bir hadisni rivoyat qilganki, shundaq bir so'zni rivoyat qilganki, dedim men Maysir ibn Abdurrabbahga sen bu hadislarni nereden taptı? Mesela men qara'a kaza felahu kaza. Mesela falan sunu qalemga anda sevap, falan sunu qalemga bunda sevap. Deb nereden taptın degan chog'da deyki o vaza'tuha urghibun nas. Men buni kishilarni yaxshilikka qiziqtirib, urghibun nas hayır. Kishilarni yaxshilikka qiziqtirib to'qidim buni. Falan shu suqmunda bir Kur'an'ı taşıbapmısın, Kur'an surelerini çantasın da şu surelerini okusa, Kur'an surelerini okusa anda iş oldu, Kur'an surelerini anda iş oldu, bu hadislerini cevap ben tutup verdim dedi. Evet, bu garize, bu da garize tukuydu. Yine birisi el-intisarul mezheb. Yani mağumu, el-nakışkindisi bu mu xatarlikler, igil xatarliklerden birisi. Üzünün mezhebini güçlendiriyor. Yani mezhep degen çağımızda bir kanşılagan, mesela hususen bir edep tuğu, yani mesela siyasi prek mezheplere. Mesela Fitne Meydanı mesela şu Muaviye radıyallahu anh arasındaki Macradaki 40. yıllardaki bir yerde müzbede bir fitne zamanlısı meydana geldi. Bu fitne meydana geldiğinden keyin hem bu şu Havariler okşaş, Şialar okşaş siyasi prekler meydana geldiğinden keyinki siyasi mezhepler üzünün mezhebini güçlendiriş için hedef topladı. Mesela ularda her bir mezhep üzünün mezhebini güçlendiriş için hedef topladı. Mesela Şialar topladı. Ali hayrul beşer men şekke fihi kefer. Mesela Ali hayrul beşer men şekke fihi kefer. Muşunda hadislerini mesela Şialar üzününki Ali radıyallahu anhu'nun hilafeti en hak ekanligini yani hilafet turuşu en layık kişinin Ali radıyallahu ekanligi haqidagi muhunda bir mazmunlarni Ali hayrul beşer men şekke fihi keferga o'xshash manda hadislar to'qish orqali o'zining siyosiy qarashining to'g'ri ekanligini tushuntirgan. Demek ki üzününki ma'lum bir sahabelerden mesela elini qo'llovchilar olsun yoki boshqalarni qo'llovchi bu siyosiy üzününki qo'llash üzününki taifasini o'zining mazhabini hadis to'qish orqali kuchlantirgan mana g'arazlik bo'lgan kishilar bor. Endi buningki ondan boshqa hatto bu shialar to'qigan deb qarab qolmaylar. Hatto ahli sunnatlar ham to'qigan. Masalan shu shialar Ali radhiyallohu anhu haqida Ali radhiyallohu anhu'nunki nimasi Ali radhiyallohu anhu'nunki xilofatga loyiq sahobalar ichidagi eng yaxshi afzal ekanligi haqida aytib so'rgan bo'lsa Shialar, mesela o Shialarga qarshi bizlar ahli sunnatlar maydonchiligida ahli sunnatchilik bo'ldik. Jahillar masalan bular hadis so'rgan.
Mesela ular deyilgan ki mesela el umana usalasa ana ve Cibril ve Muaviye degan hadislarni to'qigan maydonga kelgan. Demak, bu siyosiy mazhablar Şialar o'zining Şia firqasini maydonga keltirish uchun Ali roziyallohu anhuning va shundan boshqa ahli baytning prezidenti haqida hadislarni to'qigan. Va onun ahli sunnilar va o'zininki shu vaqtdagi xalifalarninki yoki shularninki qarashlarini kuchlantirish, siyosiy qarashni kuchlantirish uchun nurg'un hadislarni to'qigan. Demak, bu yerdagi qarashlar bunday emas. Bu o'zimizdagi har xil sabablar uchun hadis to'qigan. Mesela ondan başqa bir yerdeki faqat mishadagi mazhablar degan siyosiy mazhablarga misol keltirib, mesela ondan başqa fiqhiy mazhablardimi hatta. Fiqhiy mazhablardimi nurg'un nimalar bor? Hadis to'qigan ahvollar bor. Masalan, bir bo'lib Abu Hanif roziyallohu anhuninki, rahimahullohninki mazhabinki agar kishilari Abu Hanif rahimahullohninki fazilat haqida. Buningki İmam Şafii'nin nima qilishi va ayiblagan hadislarni to'qilib maydonga kelgan. Demakki, hatto fiqhiy mazhablardami o'zining mazhabini kuchlantirish uchun to'qilgan hadislarni uchratalaymiz. Va undan boshqa masalan aqidadagi mazhablarda to'qilgan ahvollar bor. Masalan, Mu'tazilaga raddiya berib bo'lmay, Al-Qur'on g'ayri maxluqun degan Rasululloh deb shunday hadislarni to'qilgan yolg'ondan. Demek o'zining mazhabini, o'zining qarashini, mayli aqida mazhablari bo'lsin, mayli fiqhiy mazhablar bo'lsin, mayli siyosiy firaq, siyosiy qarashlar bo'lsin, o'zining qarashini kuchlantirish uchun Rasululloh nomidan yolg'onni to'qigan kishilar bo'lgan deydi. Endi bu o'zimizningki, o'zi islomga tavba deb qaragan, islomga o'zicha islomga bir asl qo'shimiz deb qilgan kishi. Yana uchinchisi at-ta'nu fil islom. التعنى في الإسلام نايل غيرزلك إسلام نما قلشوا إيبلاي إسلام غير نسبة برجع زرب برش تعنى في الإسلام هذا ستوش أرقلق إسلام غير زرب برش بلا دش خنا سبب يوق بلا جوا أيو قارق لنا برنجزن سبب يخشق لا برش كان مثلا شكل قراش خدانا سبب نميكان مثلا أزنك سياسة تغرب قرغان أزنك تغرب قرغان سياسي قرش ياك مذهب قرشنا كلنا دوش هذا سقيد كان أما ما هو شو ده بنا إسلام غير أشد دشمن بوب İslamga hadis to'qish orqali sabab bo'ldi. Bular qanday desa, bular yana islomga ochiq oshkora suiqasd qilishga qodir bo'lmagan zindiq qavm. Bular mushu maxfiy Rasulullohning haqqida yolg'on hadis to'qish orqali zarb o'tgan mushu habis yo'lga nima qildi ular? Ular qasddan mangan. Ular islomning nomini sat ko'rsatish, islomga zarb urish uchun nima qilgan ular? Bir talay jumlatan min ahadis, bir talay hadislarni to'qigan. Ular Rasulullah'ningki hadislarni nomidan hadis to'qish orqali islomning ichidan zaburib, islomning ichidan chava sarkö o'sib, islomning ichidan chava xunuqlashtirib, islomni yiqitmoqchi bo'lgan. Ular nimalar aslida buning iymon, ya'ni aqidasi yo'q va aloqasi yo'q. Bular asli islomga yo'qotmoqchi, ammo uch oshkor chiqarmoqchi, ular yolg'on hadislarni to'qigan. Mesela bulardan qatorida mesela Muhammad ibn Sa'id ash-Shami bu zindiqlik haqida, zindiq deganimiz bu chava anaqa qalbida nimani yushirib, kufrni yushirib, kufr ba, ammo oshkora men musulmon deb maydonga chiqib, yolg'ondan, ya'ni oshkorlarda, oshkora zohirda men musulmon deb maydonga chiqib, boshqalarga hadislar va yolg'on hadis to'qib, islomni yiqitmoqchi bo'lgan. Ana mushu zindiqlik sebep bilen cinayetinden davasılan kişi. Bu rivayet kıldı mesela Hümeyd'in ve Enes'in merfu degene Resulullah'ın nispeti yok. Resulullah dedi. Kâle Resulullah. Şunu söylesi merfu degene ma nusibeyden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Rivayet ki ana hatimun nebiyyin. La nebiyye ba'di illa eyyeshâallah. Mahzun. Ve üzünde koğan degen ve bundan kiyinki Peygamberlik davası çıkıdığan kazzaplar yolu hazırlap duruş için şunu bilan din yo'q g'arazida bu demdaydi va la nabiyya ba'di illa yashaalloh. Ehtimoli bor deb bir majani ziyoda qilib bu yerdagi demdaydi va bir g'arazdagi holda zimga zarb urish uchun to'qigan masalan. Alqam bu mush hadislarning ahvolini bu nereden topamiz? Bu shunday ishlarni desa, mush hadislarning ahvolatini va illahil hamdu vel minna Alloh subhanahu va taologa shukr sanolar bo'lsin. Bu hadisning jahobiza, ya'ni hadis mutaxassislari bo'lgan bizning muhaddislarimiz bularning ahvolini to'liq bayon qilgan. Ya'ni buni hadisni to'qishga bo'lgan sabablarninki eng xabislaridan birisi.
Zindiqlar dinga zarar berishga oshkora maydonga chiqishga nima qilolmay, petanolmay, islomni ichidan chiritish, ichidan xunuklashtirish maqsadida islomga kirib turib, yolg'ondan, ya'ni shunday bir islomga zarar beradigan hadislarni to'qilgan masalan. Yana birisi masalan deydi, at-tazallub ilal hukam, at-tazallub ilal hukam. Yana bunday biz hokimlarga tahsikaşlik qilishimizni, tahsikaşlik qilish, tazallub ilal hukam. Yana ba'zi iymoni ojiz Dünya perest can bakanmağın bunda bilenike var, bunda bir pes kişilerninki bazı hakimlarga, bazı hükümrallarga kılıvatkan bilen inharap yani demiz var, şeriyetin çıkıp ketken, şunda bir kaymuqqan, şeriyetince adaşkan taraflarını ibaret, hükümala mıkıp ketken kılıvatkan işlerine münasip bo'lgan hislarni to'qib qo'yish orqali ular zulmni aqlab, ular bir xatolaşqanini aqlab, uni qilgan shu hukmlarga qilgan bir xatoliklarni aqlab, hadis to'qib qo'yish orqali nima qilish? Shu hukmlarning ba'zisiga yiqilish, hukmlarga taqsirkashlik qilish bunday qilmizda. Bular bu shu maqsadda so'g'an. Masalan, bu go'yoki G'iyos ibn Ibrohim an-Naxai, ya'ni u G'iyos ibn Ibrohim an-Naxai kopiya, bu Amirul Mu'minin Mahdining bilan bo'lgan aloqa ahvolar qissasi. Bu qissa qanday desa, u aloqa bu qissa bu G'iyos ibn Ibrohim Mahdiga kirgan vaqtida. Hina dakhala alayh, u G'iyos ibn Ibrohim nima kirdi? U Amirul Mu'min Mahdining qishida. U halbuki Mahdi o xalifa bo'lganda xilofatni qilmayna qilgan u bil hamom kapta bilan kapta o'ynaydigan. Kapta o'zimiz bor, shunda o kaptani bunda bir kapta o'ynayotibdi ekan. Shuning o'zining isnodlar alat tavil ila Nabi sallallohu alayhi vasallam. Darhol lekin Rasulullohga bir isnodni surdi. Haddasina falan an deb oxiri bir ma'no dediki, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la sabaqa illa fi naslin aw khutfin aw hafirin aw janahin deb. Demek hadisning asli aşı aw janahin deyilişi bah. Hadisning asli Rasulullah degan hadis. Ammo janahinda kapta o'ynab turgan degan, kapta o'ynashni yo'lloq qilib, Mahdiga chiroyli ko'rinish uchun bu hadisni to'qildi. Ziyoda qildi, aw janahin degan kalimani ziyoda qildi Mahdini deb. Mahdining qilayotgan xatoligini, Mahdininki o qilayotgan ishini to'g'ri ko'rish uchun darhollikda bir hadis to'qib berdi. Mahdi buni bildi. Mahdicha o hadis to'g'riligini o'qib, buningga men menga shaxskashlik qilish uchun, menga bunda xoshamat ko'rish uchun hadis to'qidi bu deb bilib, o'ziga taqvo kishi ekan, o kaptarlarni buzdurishga buyurgan deydi. Ve deganki, ana hamaltu ala zalik. Men buni mushu nima qilishga hadisni to'qishga zo'rlab qo'ydi. Men bu kapta o'ynamagan bo'lsam, men Amirul Mu'min, ma'va ana bu xoshamatchi hadis to'qimagan bo'ladi. Demak, buning sababchisi men bu kapta deb kaptarni o'ldirishga buyurgan deydi. Endi ba'zi bir bizniki ulamolarninki ko'z fikrlarda bu hadisni bayon deydi-ki, gerçi Mahdi bu yerda ma'va kaptaning bo'ynini bo'g'izlamay, shu Rasululloh nomida hadis to'qigan meningki va G'iyos Ibrohimning beshini olgan bo'lishi shu. Bu yerda kaptada gunoh yo'q. Hadis to'qigan kazlarning qilishini kerak ta'sili bu holbuki bu Mahdi bu kapta to'qiningki bo'g'izlagan, ammo u hadis to'quvchiga buni Sallallahu bilan o'rdan chiqargan. Demak, bu yerdagi shu nimalarga hukmronlarning ko'pinchisi shunday bir maqtashlarga, bir-biriga xushamatlarga amroq bo'g'achqa shunday bir shu ojizligini bilib hukmronlarningki bir-biriga iymonli bo'g'ishlar ularga taqsirkashlik qilish uchun hadis o'qigan edi. Yana birisi takassub va talabur rizq deydi. Endi baxsus shunday bir hadis rivoyat qilishni va boshqalarga xabar so'zlab turishni o'ziga kasb qilib, rizq talab qilish uchun hadis o'qiydi. Masalan, bular qanday desa, go'yoki biz aytamiz, maddalar deb bunda bir qassaslar bor. Bunda o'ltib bu to'xtamay ajoyib g'aroyibotlarni, hikoyalarni bunda bir islamni so'zlab turgan, xil anlamaydigan gaplarni, buchoq anglab bo'lmagan bir yangi g'aroyiblarni so'zlashga qiziqadigan bo'lgancha, bular jon beqish uchun, rizq talab qilish uchun nima qildi? Bunday hadislarni to'qib maydonga keltirdi. Hech kim deb bakmagan, boshqa anglab bakmagan gapni anglasak bak boramiz-ku, anglagilar qulog'imizga yangilik angla. Bu shunday bir qassaslar ayda atrofiga odam to'plash uchun shunday qildi. Masalan, bir qassaslar o'xshashki, ular kishilarga so'zlash bilsan, hadis so'zlab turishlar nima qildi? Hadis so'zlab turish o'zi kasb qilgan. Ular bir-biriga nihoyat nimalar va ajoyib va nimalar va bunda bir ayron qiliq qissalarni keltirdi, hattoki ularga nimalarni kishilar quloq silib
ve ularga ata yahsan bo'lish uchun. Masalan, Abu Said al-Madayinga o'xshash. Demak, amma xalqlar hojib ularga anglab bakmagan, bunda bir ajoyib, g'aroyib gaplarni qilib bersa bak anglaydi xalqlar. Xalqlar bak anglasa sho'miz yo'lda bitango o'zini tashlab turadi. Demak, shunda bir jam beqish maqsadida atrofga odamni ko'p to'plab, oshundan pulni chava ko'p kirim qilish maqsadida yolg'ondan hikoyalarni to'qib, bu hikoyalarni shundoq bir Rasulullohga nisbat berib, bunda javob hadis rivoyat qilgan ahvollar bor. Buni yana bu bilan hadis to'qiydiganlarning bir sabablaridan birisi. Masalan, bu haqda Ahmad ibn Hanbaldan Yahya ibn Ma'inning qiziq bir hikoyasi bor. Anlab baxsaq bo'ldi. Yani bu hassaslarning shu man Ahmad ibn Hanbaldan Yahya ibn Ma'indan manda deganligini anladim Rasululloh deganda birisi rivoyat qilgan. Halbuki Yahya ibn Ma'indan Ahmad ibn Hanbal oldida bor. Deganki, "Men Ahmad ibn Hanbal, mavqishimdagi Yahya ibn Ma'in biz manda hadisni rivoyat qilmadik, biz manda sen nereden anladın desa, qassasda qabulmaychi olsa, dunyoda sen boshqa Ahmad ibn Hanbal bilan Yahya ibn Ma'in yo'qmi?" Sanday ahmoq odam ekanlar, bunda ketgan ahvollar bor. Demak, bu nima desa, xalqlarni qiziqtirish uchun, xalqlarni jalb qilish uchun bunday yolg'ondan heris to'qib, xalqlarni o'ziga bir narsa berishga yana birisi qasdi shuhrat deydi. Buning maqsadi mashhurlikni nima qilishni maqsad qiladi. Endi hammadan rivoyat qilgan hadisni rivoyat qilsa, hech kim javob falon kitobda bor, ancha bir xalqlar uchun mashhur bo'lmaydi. Ammo hech kim demagan gapni desa, hammadan qiziqadigan bo'lg'achqa, bu bir chava shu mashhur bo'lishni maqsad qilib, endi hech kim rivoyat qilmagan yolg'on hadisni keltirdi. Masalan, bir g'arib hadislarni keltirdik, masalan, hadis shayxlarining hech birining qishida bo'lmagan, hech bir hadis shayxlarining hech qanday birisini chava bo'lmagan g'arib hadislarni keltirdi. Hadisdan sanatlarning chava yuqori bu, masalan, ta'tuq qilyotdi. Mutlaqo ajoyib bo'lish uchun, masalan, ajoyib bunda yod bo'lish uchun on Fayyurg'aba fi sama'ihi minhum deydi. Yani ulardan hadis anlashga boshqalarni qiziq qilish uchun nima qildi? Shu hadislarni isnodlarini ta'tuq qilib, hadislarni keltirdi. Masalan, Ibn Abi Duhayya Hamad an-Nasibi o'xshash. Yani karramiyya deb bir guruh bor. Bu karramiyya degan xatarlik odamlar bular. Bunun xatarlik bo'lgan bir qarashi bor. Bu qanday qildi desa, bu karramiylarning hadis to'qish haqida bir mazhabi bor. Deydi-ki, bir bid'atchi bo'lgan fariqadan bir fariqa, ular karramiyya deb atalgan, ular Rasululloh targ'ib bobidilar. Halol harom bobida emas, aqida bobida emas, faqat targ'ib bobidilar hadis to'qishning durustligini da'vo qilgan. Durust hadis to'qish degan. Ular mushu o'zining hadis to'qish targ'ib bobida hadis to'qish durust degan mushu o'zining botil qarashiga, yana hadisningki boshqa masalan mushu Rasulullohning kelgan hadislardagi ba'zi yo'llar rivoyat qilgan hadislardan dalil keltirganiga man kazaba alayya mutaammidan. Qanday bir odam menga qasddan yolg'on to'g'an bo'lsa, o'rnini dazaq tayyorlasin degan mushu hadisiningki liyuzillan nas kishilarni ozdirish uchun deb qilgan yana bir yo'li bor. Mushu bilan dalil keltirib deganki, lekin bu ziyoda hufozul hadisningki hadis hafızlarınızda sabit bo'lgan, ishonchli bo'lgan ziyoda emas. Yuzillan nasgina. Ammo bu zaif bo'lgan rivoyatlarda shunda qarashlar ziyoda tam kelgan. Ammo mishalan dalil qilib deganki, ular deganki, biz Rasulullohning manfaatiga to'qiymiz hadisni, hargizmi alayhi Rasulullohning ziyniga to'qmaymiz. Alayyadagi aladni ziyni chiqadi qo'y shunda. Rasulullohning ziyniga to'qmaymiz, biz Rasulullohning manfaatiga to'qiymiz deb bunday da'vo qilgan. Bu ularningki g'oyat sahab, ularning qattiq hamoqatlik. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shariati u shariatni rivojlantirish uchun kazzoblarga, hadis to'qiydigan yolg'onchilarga muhtoj emas. Bu ularning qilgan da'vosi Rasulullohningki manfaat uchun to'qiymiz degan davron qilib, targ'ib bobida biz hadis to'qsak butti deganni da'vo qilishlari musulmonlarning ijmoiga mudurva muxolifdir. Hatta Şeyh Ebu Muhammed el-Cüveyni bu hakkında qattiq balg'a oshirib, yana hadis to'qgan odamni takfir qilishlar nima qilgan? Takfirligiga jazm qilgan. Ya'ni u hadis to'qgan odam kofir bo'ladi deganga nima qilgan? U jazm qilgan. Chunki halol sanasa hadis to'qishni haromligiga, mana buni halol sanasa kofir bo'ladi deb bu yerdagi bu qarashni ilgari surgan. Endi bir bölük bizdeki muhaddislerimizin bir bölüklerininki ama şu hadis to'qish haqidagi bir mufassirlarninki
kitaplarda şu mavzu hadislarni zikr qilish xatoliklari. Biz dedik-ku, hadisni mavzu rivoyat qilsa bulamdı bo'lmam deganda, uni kitabatan til orqali har xil shaklda rivoyat qilib bo'lsa masalan. Ammo bir mufassirlar o'zlari tafsir kitoblarida mavzu hadislarni javob keltirib qo'ygan. Masalan, ba'zi mufassirlar o'zining kitoblarida mavzu hadislarni tafsirida mavzu hadislarni uning mavzuligini bayon qilmasdan nima qilgan va zikr qilgan. Xususan masalan Ubay ibn Ka'b Mushu Qur'onning fazilati haqida sura falon sura anda falon sura manda deb fazilati haqida rivoyat qilgan hadislarni keltirgan. Masalan bu mufassirlarda masalan Salabi, Vahidi, Zamakhshari, Bayzavi, Shavkaniylar mushu sura har bir sura chiqqan chog'da asrning fazilati haqida bu sura anda sura bu sura manda sura degan haqda mavzu hadislarni uning hadisning mavzuligini bayon qilmay keltirib qo'ygan. Bu ulardagi o'zlagan xatolik. Mavzu haqida biz to'xtaldik. Mavzu haqida ayrim yozilgan kitoblar, meyli mavzu hadislar haqida bo'lsin, yoki mavzu bilan shug'ullangan shu raviylarninki haqida bo'lsin, tuzgan mashhur kitoblarga kelsak, Al-Mawzu'at degan kitob Ibn Jawziyning. U bo'lsa, shu mavzu haqida tuzilgan eng qadimiy kitob. Lekin shunda bo'lsa-mu, u bir kirisqa o'z bilan hukm qilishdan aylanmagan. Siz mushun joyda ulamolarimiz uni tanqidlagan va unaqa bo'lak izohatlarni berganda. Endi biz al-masnu'a fil ahadith al-mawzu'a degan kitob Imom Suyutininki, bu Ibn Jawziyning kitobininki qisqartmasi, ham uning kitobi ta'qib uni qilgan izohat, ham Ibn Jawziy rahimahulloh zikr qilmagan ma'lum ziyodatlar bor. Suyutininki al-masnu'a fil ahadith al-mawzu'a degan kitobi. Üçüncüsü Tezih Şeriatul Merfu'a Ahadis Şeriatul Mevdu'a degan kitob İbn Iraqil Kanayning kitobi, u yuqorqi Suyutininki al-Masnu'a degan kitobininki, Adimininki Ibn Jawziyninki Mevdu'at degan kitobininki ikkala kitobninki xulosasi hisoblanadi. U nihoyatda foydali mo'l, nihoyat zotlik, foydali bo'lgan muhazzab, hafil, muhazzab, mufid tahrirlangan foydali kitoblardir. Bugungi bizningki asosliq biladigan nuqtamiz hadisning mavzu haqida bo'ldi. Biz vaqtni bu yerga borib qolibmiz, to'xtaylik. Bu hadisning mavzu qadar qanday temalar bo'lsa yoki boshqa temalar bo'lsa, tushunmagan bo'lsak so'raydi, yoki bir tushunib ketgan bo'lsak, buni chunki muhim bab buni shu yozgan nimalar bo'yicha boshqa kitoblarda selishtirib ko'rib, taxmo behisob bo'lgan muhim temalarni birisi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.